O'sh shahar deputatlari tomonidan 29-oktyabr kuni qabul qilingan nomer 592-qarori asosida O'sh shahridan o'lkaning boshqa hududlariga qatnovchi taksilar turuvchi joy nomer 2-avtobekatga ko'chdi. Bu o'zgarish shahar ichidagi avtotiqinlarning ozayishiga yordam beradi, deydi mutaxassislar. Haydovchilar bu O'sh shahrining 2-avtobekatidan ketadi deb chiqqanda, bu bo'yicha bizning yo'l qayg'u xizmatining xizmatkorlari bugungi kunda ошол токтом негизинде дагы биз иш алып барып, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Bugundan boshlab nomer 2-avtobekatga Bishkek yo'nalishi bo'yicha ishlagan haydovchilar kela boshladi. Ularning aytishicha, avtobekatda barcha imkoniyatlar yaratilgan. Asosiysi avtotiqinlar muammosidan ancha yengilladik, deydi Bishkekka qatnovchi haydovchilar. Al jakta ko'pchilik popukchiktер kaldı. Bu yerda постоянно qatlagan taksiler, yolda görüp ataslar, ne yol atat, paputi maşineler. Bize жақсы ыңғайлуу кенен экен, пробка жок экен, жүргүнчүлөр аз келип атат, жақсы, аз кетти, 1-2 машина. Ma'lumot uchun aytib o'tsak, nomer 2-avtobekat O'sh shahar yo'l nazorati xizmatining binosi yonida joylashgan. Bugun O'sh davlat universitetining Qoshda bolalar bog'chasi ochildi. Zerek deb nomlangan bu bog'chaning ochilish marosimida shahar kengashining deputatlari hamda oliygoh jamoati ishtirok etdi. Bolalar bog'chasi 140 o'ringa moslashgan bo'lib, uning 70% o'qituvchilarning farzandlari uchun bo'linadi. Shuningdek, qolgan o'rinlar shu hududdagi aholi farzandlari uchun. Бүгін біз 140 орынды Зерек мектепке чейинки даярдоо борборун ачып атабыз. Мындай жатканда мурдагы бала бакча стандарттуу түрдө ушул 3 жаштан 6 жашка чейинки балдарды жаңы педагогикалык моделде окутуп, улуттук тарбияны, нарк насилди бергенге аракет кылуучу бир чоң бир материалдык техникалык базасы, шарттары келен болгон бир балдар бакчасын ачып атабыз. Бул жерде балдардын ойноо аянттары, билим ала турган, китеп окуй турган, музыкалык сабатын жогорулата турган, анан 2-3 тилди тереңдетип үйрөтө турган балдар бакчасы болуп атат. Bolalar bog'chasi rahbarining aytishicha, bu yerda bolalarni turli tarmoq bo'yicha rivojlanishiga barcha imkon yaratilgan. Бұл бақшалардың башқа балақшалардың айырмашылығы біз оқу усулдук жагын өтө көңүл буруп атабыз. Анан буюрса келечекте илим изилдөөчтөрүн жүргүзүп турган бир базалык балакча болот деген үмүттөбүз. Анан дагы бир экинчи өзгөчөлүгү бул Ош мамлекеттик университетинин өзү жеке менчик балакчасы болгондуктан биринчи кезекте ошол университеттен окутуучулардын балдары үчүн болот. Анан 3000-4000 тегерегинде аны бухгалтериядан аябай эсептешип такташабыз. Балдарды кабыл ала баштадык, документтерди алып атабыз. 70% ошол университеттин окутуучуларынын балдары, 30% жергиликтүү элдердин балдарынан алабыз. Bu binoda avval O'sh davlat universitetining geografiya fakulteti bo'lgan. Bog'chada tarbiyachi sifatida universitetning maktabgacha tayyorlov mutaxassisligining o'qituvchilari faoliyat olib boradi. Bugun O'sh Qirg'iz drama teatrida Hanafiy mazhabining ulug' olimi Imom Saroqsiy haqida ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiyada Qirg'izistonning turli hududlaridan kelgan muftiyat vakillari, diniy ulamolar bilan birga Rossiya, Turkiya, Qozog'iston o'lkalaridan kelgan vakillar ishtirok etishdi. Anjumanda Imom Saroqsiy shaxsi hamda uning ilmiy merosi haqida ma'lumotlar berib o'tildi. Biz bugun ulug' uşul İmam Azam Abu Hanifa mazhabında öte çoğun sağlım koşkon, öte bir türkü günü turguzgan, bizge çoğun bir ilimdin eşigini açışka sebepker bolgan ulu İmam Saroqsiyning gününü belgilep oturabız. Qoraxoniylar davri olimlaridan bo'lgan Imom Saroqsiy milodiy 1009-yili Saroqsida tug'ilgan. Hanafiy mazhabining eng katta fiqh olimi, O'zganda uzun yillar mobaynida zindonband bo'lgan. Uning qabri ham O'zgan shahrida joylashgan. Hozirgi kunda islom davlatlarida uning kitoblari darslik sifatida o'qitiladi. Bizden жердешибиз болгон ошо Өзгөн шаарында мындан 10 жыл мурун жашап өткөн ошо биздин жердеш башыбызга таажы болгон улуу аалымыбыз Имам Saroqsiyдин елесіне арналып ошол бүгүнкү иш конференция өтүп жатат.
жаштарыбызга, элибизге, мусулманчылыкка кызыгып аткан элибизге ошол мазхабтын маани маңызын түшүндүрүү үчүн ушул имам Сарахсиге арналган чоң конференцияны өткөрүп жатабыз. Бул киши ошо биздин мазхабты негиздеген эң чоң аалымдардын бири. Ma'lumotlarga ko'ra, olim o'z davridagi amirning haddan ziyod xalqdan olgan soliqlariga va uning boshqa noto'g'ri amallariga qarshi chiqqani bois Xoqon Amir Hasan tomonidan hijriy milodiy 1073-yili O'zgan shahridagi qal'alarning biriga zindonband qilingan. As-Saroqsi katta hajmga ega bo'lgan Al-Mabsut asarini zindonda yotgan paytda biror kitobdan foydalanmay talabalariga yozdirgan. Anjuman ishtirokchilari olim Saroqsining merosi Hanafiy mazhabi uchun katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Shunda konferensiyani o'tib abdan to'g'ri. Sebebi mana o'shal odamlar bizga yo'l boshchi. Alardan yozgan kitoblari o'shal Qur'ondan, hadisdan topto'g'an menetler akşi o'sha tarixida zindonda yotibdagi yozgan ekan. Al degan cho'ng önür o'qimishdi. Jana cho'ng olim Mavlani bo'lgan ulug' avliyalarning esebinde kirgan tarixiy adam. Ana biz atında, zatında siylaymiz. 15 yillik qamoq hayotidan so'ng zindondan chiqqan Imom Saroqsi Marg'ilonga ketadi va qolgan asarlarni o'sha yerda tamomlaydi. Abu Sahil As-Saroqsi 1090-yili 81 yoshida vafot etadi. Konferensiya ishtirokchilari anjumandan so'ng O'zgan shahriga olimning qabrini ziyorat qilish uchun yo'l oldilar. Tadbir tashkilotchilarining aytishicha, endi har yili Qirg'izistonda noyabr oyining ilk haftasi Imom Saroqsi kuni sifatida nishonlanadi. O'z davrining taniqli aktyori Suymon Qulchoqmorovning ijodiy yo'lini yoritgan surat ko'rgazma O'sh shahridagi Milliy dram teatrida tashkil etildi. Bu ko'rgazmani tashkil etishdan asosiy maqsad aktyorning o'ynagan rollarini xalqqa tanitishdan iboratdir. Bu tadbir bir oy davom etib, Bishkekdan Suymon Qulchoqmorovning yaqinlari, hamkasblari va qirg'iz kinosidan vakillar tashrif buyurishi kutilmoqda. G'atayin qo'yilgan sebebi bu teatrda günle merepiyat o'tib, elder ko'p keladi, o'shuning uchun shul el tanishsin deb Suymon Qulchoqmorovning ish еңбегі жөнүндө tanışıp buluşup atayın şu el tanışıp Suymon Qulchoqmorov'u ança işleri az bolsa da şu işlerin qaysi kinolarda tartılganların görüş için şu ellerge tanıştırış için koyuldu da bu. Milliy dram teatrining direktor o'rinbosari Sherali To'xtashevning ta'kidlashicha, Suymon Qulchoqmorovning 2014-yilda estaligi ochiladi. Shu bilan birga kinofestival o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Talantbek Munulbayev serqirra ijodkor, pamfletist, shu bilan birga jurnalist. Bu sohada u 30 yilki mehnat qilib kelmoqda. Uning aytishicha, birinchi maqolalari 7-sinf paytidan beri ro'znomalarda yoritilib keladi. O'shandan buyon jurnalistlar davrasida davomli xizmat qilib kelmoqda. O'shantib, o'shandan boshlagan qisqa xabarlar yoza boshladim. Qadimkide ele ayına 2 so'm, 3 so'mdan o'shanday aqcha topib qoldim-da, shu 7-8 klassdan boshlab. Andan keyin shu Köl Tolqunu deb Aliqul Osmonovning kitobi chiqqan, kichkina qalin kitob bo'ldi. Shu kitobni boshima qo'yib olib o'qiydilar, men o'shandan boshlab ur yozdim. Birinchi yilim shu Aliqulga degan o'sha kitobimda da bor. Hozir men sizlarga paydat etdim. Men buruk kitobimda ekan. Anan o'sha ur yozib, anan o'shani yazıp yürüdüm, bir yoqqa jibergandan uyalib yurdim, ko'p yozdim. Jurnalistika sohasida bir qancha muvaffaqiyatlarga erishish bilan birga shoirlik mahorati ham sayqallanmoqda. Anan keyin bu jurnalistika degan, chiqarmachilik degan, bir narsani yozu, andan rohat oluu degan bu o'g'ri siyaqti-da. Geyde yazmayınca bir ilham gelip kalsa şunu bitirip, şunu tip yazıp koysan, şunu okup alıp özünden rahat alıp, şunu tip çıkarmaçılık menalektikten bitiriyoruz. Hozirda Talantbek Munulbayev O'sh Jang'irig'i gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlaydi. Uning aytishicha, ro'znoma jurnalisti bo'lish boshqa sohalardagi jurnalistlarga qaraganda ancha mushkul. Sharapbek Munulbayevning boshqa redaktorimiz aябай tajribali jurnalistikada taqshalib qolgan, жетекчи болуп эсептелет. Өзү Москва шаарынан Ломоносов атындагы университет журналистика факультетин бүтүргөн, ошо адис, ошо корректорлуктан баштап ошо редакторлук кызматка чейин көтөрүлдү. Бизде ушундай бир белгилеп кетүүчү жагдай бар да, Талантбек Шарипович бизге мындай кеңири мындай тоскоолдук жаратпайт да, эч бир
же кайда жүрөсүң же убагында ишке келбедиңби, мисалы кабарчылар үчүн биз үчүн Чоңолайга кетебиз, Каракулжага кетебиз, өзгөн ушул облустун бүт райондорун кыдырган кетебиз да. Анан сен канча акча кетирдиң, сен кандай кылдың, мындай кылдың, аябай бизди кыйнабайт, мындай эркиндик берген жагы бизге коллективге өзгөчө жагат да. Talantbek Monolbayev rahbarligidagi O'sh Jang'irg'i ro'znомasi 5-noyabr kuni 75 yillik tantanasini o'tkazdi. Ayni paytda mazkur tahririyatda 20 ga yaqin xodimlar mehnat qilishmoqda. Ro'znoma esa 3,5 mingga yaqin nusxada chop etiladi.